Salom do'stlar. Sizlar bilan Baxtiyor Najimov. Bugun Llorente va Pamekanoni full holatga keltiramiz. Ya'ni o'zi mana asosiy maqsadim tepasidan 400 chiqarish va maksimal taklingga tushirish bo'ladi. Ya'ni maksimal darajada taklingini 100 holatga keltirish va endi Pamekanidan 100 holatga kelmaydi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Shu sababli birinchi tezliklarini 100 olishga harakat qilaman. Ya'ni tepasidan ikkalasidan ham 400 chiqadi. Ya'ni ko'rgan bo'lsanglar, birinchi Llorentega bitta o'q kuchaytirish berib qo'yilgan edi. 83 holatga kelib qolgan, ya'ni bitta o'q kuchaytirishdan 83 holatga kelib qolganda, hozirda yaxshi kuchaymoqda. Ya'ni Llorenteda bitta 100 bor, ya'ni Strange'da, staminasida bitta 100 bor. Dayot Pamekanodan birorta ham 100 chiqmadi. Kuchayishda davom etmoqda. Men bularni kuchaytirib, hozir asosiy o'ng qanot himoyada Kyle Walker va Achraf Hakimi o'ynamoqda. Va Kyle Walker va o'ng taraf himoyamda esa Eder Militao o'ynamoqda va Militaoning o'rniga Dayot Pamekanoni qo'yish maqsadida Pamekanoni sotib oldim va bu bilan bir vaqtda hozir Riyarson ham kelgan, ya'ni yildizni ola olmagan bo'lsam-da 9 ta ochib ko'rdim, lekin yildiz chiqmadi. Yildiz, Sar va Suarez chiqmadi. Qolgan barcha o'yinchilarni sotib oldim. Bu o'yinchilardan, lekin yildiz chiqmagan bo'lsa-da tarkibda hujumchilar yetarli, ya'ni o'ziga yarasha. Va bizda o'zbek o'yinchilari ham bor, ya'ni bu eski akkaunt bo'lgani uchun Shomurodov ham bor bizda. Va Llorentedan 3 ta 100 va Pamekanidan hozirda bitta 100 chiqib turibdi. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Ya'ni shunaqa videolarni olib chiqaveraman. Ya'ni keyingi videoda qaysi o'yin chiqishi haqida batafsil yozib o'tib ketsanglar, men o'sha o'yinchini olib maksimal darajada 100 qilishga harakat qilaman. Bizda tangalar bor edi 16 mingdan ortiq. 3 ta ko'p kuchaytirish, ya'ni fitnessga 2 ta sariq kuchaytirishimiz bor edi. Men u yetadi deb o'ylagandim, afsuski yetmay qoldi. Yana bir ikkita o'yinlardan so'ng yana 3 ta kuchaytirish yig'dim hozir va yana kuchaytirishda davom etmoqdaman. Va ikkalasidan ham 3 tadan 100 chiqdi va Llorenteda birinchi bo'lib mana 4 ta 100 holatini ko'rib turibmiz. Endi texnikaga beramiz, maksimal taklingga tushadi degandim. Afsus, paslari kuchayib ketmoqda. Paslari kuchayib ketyapti, ya'ni hozirda video ikkita bo'lib qolgan ekan, ya'ni davomiy holatda. Hozir sezon nimani Sabitiyani yutib chiqmasam bo'lmas ekan, Sabitiyani yutib chiqdim. Va tangalar yig'ib oldim, kuchaytirish va tangalar. Hozir ikkita oq fitnessga o'yinchi olib sotamiz va Pamekanoning yuqorisidan 400 holatga chiqarib, oxirgi umid yana taklingni kuchayishiga harakat qilib ko'ramiz. Qanaqa holatga kelar ekan, buni ham sotib oldik. Menda himoyachilardan 5 ta 100 chiqqani yo'q, ya'ni eng kuchli kuchaygan bo'lsa ham Virgil van Dijk. Uning ham acceleration'ida 98 bo'lib qolgan va Gabriel qizil oldi oxirgi o'yinlarda. Pamekano Llorenteni o'z joylariga qo'yib olamiz va kuchaytirishga davom etamiz. Birinchi ko'p kuchaytirish beramiz, ya'ni texnikaga. Uni tepasidan 400 qilib olgach, o'shanda Llorente birinchi holatda 100 bo'ladi. Balkim takling tushib, bir holat kuchayib 80 bo'lishi mumkin edi. Afsuski yo'q. 06 dan qo'shib berdi. Bir qo'shganda edi, bo'lar edi. Mana Llorenteni ko'rib turibsizlar. Menda yaxshi holatda full bo'lmadi. Ya'ni Pamekanoni ham taklingiga afsuski tushmadi. Yana ikkita oq o'yin sotib olamiz va o'shanda Pamekano ham full holatda bo'ladi, balki taklingga 90
ikki holatga kelib qolar. Yaxshi niyatda, ya'ni hozir sariq o'yinchilar jami 59 ta bor, 60 ta edi. 2 ta o'yinchini sotdim, 3 ta o'yinchini va Upamecano va Llorenteni sotib oldim. Qani, unda boshlaymiz. Bismillah. U yo'q, pastga tushmoqda, yana bitta kuchayish tackling holatiga tushmadi va kontrol holati ham 91 holatiga yetib keldi. Buni birdan